Mana navbatdagi chaqmoq ekonom kotellarimizni o'z egalariga jo'natyapmiz. Bu kotellardan bitta xarid qilishganda chaqmoq ekonom 22 kotelimizdan xarid qilishganiga 1 oy bo'ldi. Undan keyin 15 kun o'tib yana ikkita zakaz berishgan, undan keyin yana 3 ta. Hozir jami 5 ta zakazlari bor. 2tasini hozir jo'natib beryapti. Chaqmoq ekonom 22 kotelimiz 160 kvadratdan 220 kvadratgacha isitishi mo'ljallangan. Bu kotellarni 180-200 kvadratga mo'ljallab xarid qilishyapti. Kotellarimizning ko'mir hajmi 35 kilogramdan 40 kilogramgacha bo'ladi. Ko'mir turiga qarab. Isitish vaqti esa 10 soatdan 16 soatgacha bemalol isitib beraveradi. Kotellarimizning ekonomligi va qulayligiga e'tibor bersak, qulayligi nimada? Qullayligi ichiga bitta o't yoqqaningizdan keyin bir hafta, 10 kun, 15 kun ko'mir isitasiz bo'lsa, bemalol o'chirmay yoqishingiz mumkin bo'ladi. Ekonomligi esa o't yurish yo'llari uzun bo'lganligi uchun sizni ko'miringizni anchagina ekonom qilib, bitta zapravkangiz uzoqroq yonib berishiga xizmat qilib beradi. Kimga shunaqa chaqmoq ekonom kotellar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilaverasiz. Sifatli vaqtida aytgan kotellarni yetkazib beramiz.